Mana bu biz turgan mehmonxona Malak Safar. Makka shahrida Ka'baga 2 kilometrlik yo'l. Endi Makkada asosan 1 yulduzli, 2 yulduzli, 3 yulduzli mehmonxonalar ekan shahar ichida. Yaxshi mehmonxonalar ham ko'p, to'g'ri. 4-5 yulduzlilari ham bor, lekin ular ancha qimmat. 1-2 yulduzli mehmonxonalarda sharoit ham unaqa zo'r bo'lmaydi. Ya'ni servis ham unaqa zo'r bo'lmaydi. O'shani hisobga olib kelasizlar. Endi bu yoqqa ibodat qilgani kelganmiz, dam olishga emas. Mehmonxonani pastiga tushib, administratsiyaga injiqlik qilmadim. Dazmol kerak edi. Men dazmolsiz ish bitmayapti. Narigi mehmonxonadan topib keldim. O'zimizda akalarimiz bor edi, tanishlarimiz. Xullas amallab yo'lini qilyapmiz. Hisobga olinglar. O'zlaring bilan dazmol olganlaring ma'qulroq. Chunki dazmolsiz shaxsan men dazmolsiz yura olmayman. Yana eslatib o'taman, bu yoqqa ibodatga kelamiz, dam olgan emas. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta qizartirib yuborasizlar. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Hozircha Makka shahridamiz.